Opalar endi bilsanglar, faqat yaxshi amallari bilan esimizda qolgan. Opalardagi yaxshi odam yer yuzida mavjud emas-da. Opalardagi oq ko'ngil insonlarni men faqat rivoyatlarda o'qiganman, to'g'risi. Jiyanlaringiz bilan kelganmiz, cho'katelni olib oling, jiyanlaringizga originalidan olib oling, ya'ni ichida qo'shig'i chiqadiganidan deyapti. U originali bo'lar ekan. Men yoshligimda nimagadir otam, ayam bozorga borsa, faqat opam olib ketishardi, aytardim, men ham cho'katelni olib oling desam, menga eng harf, eng tepasini ko'tarib keladi. Patinka kremdan jicha farq qiladigan Made in Taliban deb yozilganidan, qarovchi, hali kirishi ham chiqishi ham bir xil bo'ladi-yu. Hech ham o'ylamagan boturizm bo'lib qolmasmikin ukam deb. O'zini hayoti emas, farqi yo'q. Tuxum qo'g'irib beraymi, yo'q derdi. Yo'q derdim desam, bo'pti deb turib o'ziga shunaqa tuxum qo'g'irardi, hali tuxumni hisoblamasdan atrofidagi narsalarni hisoblasam bitta ovqat chiqadi-da. Opa, xudo haqqidang, hozir men ha deganimda ham xuddi shunaqasidan qilib beraman desam, ha deydi. Yo'q, molga yem tayyorlaganda qilib berardi agar men aytganimda.